Juda ham noyob razmerdagi taxtalarimizdan yetib keldi, hurmatli kuzatuvchilar. Bu taxtani hammasi qiladi ham ko'ravermaysizlar. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, taxta haqida ma'lumot berib o'tishimdan oldin videoga bitta like bosib, asl taxtaga obuna bo'lib qo'ying. Qurilishida ishlaydigan taxta mahsulotlarini muntazam ravishda kuzatib turishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, taxtamiz haqida ma'lumot. Xo'p, hurmatli akalar, taxtamiz kelgan razmeri 12,5 ga 3, uzunligi 5 metrlik, kачествоsi juda ham chiroyli. Nima uchun noyob desana, hurmatli akalar, 5 metrlik taxta hadeb kelavermaydi. 5 metrlik bunaqa eng serbar razmer hamma joyda bo'lavermaydi. Xo'p, hurmatli akalar, qirralarini ko'rishingiz mumkin. To'rqirra sifati juda ham chiroyli. Garbil abzul umuman yo'q. Sorti yel. Zavodskoy zo'r yog'och. Xo'p, taxtaning yaxshiroq ma'lumoti. Taxtaning xarakteristikasi eksport sort. 3-sort 12,5 ga 3, 5 metrlik. Количество bitta pachkasida 288 dona bo'ladi. Bitta pachkasi 5 kuba 400 bo'ladi. Hop, chiqib ketgan sanalari. Hop, hurmatli akalar, taxtani polnoy xarakteristikasi shu bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa taxta mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Asl taxtani kuzatib boringlar. Qurilishida ishlaydigan taxta mahsulotlarining eng sifatlilarini qo'yib, ko'rsatib narxi bilan birga aytib o'tamiz. Istoriyalarimizga polностью taxta narxi bilan birga joylaymiz. Kuzatib turinglar, xudo xolasa qiziq bo'ladi.